Bismillah, alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Savol beribdilar. Masjidimiz imomi shu 3 ta ma'ruzani qayta aylantirib uxlataveradi debdilar. Shuning uchun jumaga kechroq boraman. Men munofiqqa o'xshab qolmaymanmi dangasalik qilib yoki qushdek borib qafasdagi qushdek o'tirib debdilar. Endi agar mana imomimiz haqiqatdan bir 3 ta narsani aylantiraveradi deganda bir botil gaplarni shu davlatga bir xizmat qiladigan odam bo'lib olib gapirib shunaqa ishlarni qiladigan bo'lsa, siz unaqa ma'ruzada o'zi o'tirmasligingiz ham kerak bo'ladi. Botil tilga olinayotgan joyda o'tirmasligingiz ham kerak. Ma'ruza emas u, chunki u safsata bo'ladi u. Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan: "Qad nazzala alaykum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri. Innakum idzan mithluhum." Alloh sizlarga kitobda oyat nozil qildi. Bir o'rinda Allohning oyatlariga kofir bo'linayotgan bo'lsa yoki uni mazhara qilinayotgan bo'lsa, o'shalar bilan o'tirmanglar toki boshqa gapga kirmaguncha. Agar o'tirsanglar, sizlar ham o'shalarda bitta mislidirsizlar degan. Unaqangi borib chiqib olib har og'ziga kelgan gapni gapirib ma'ruza deb unaqangi vatanparvarni majmuasida aslida u o'tirilmaydi ham. Borib namozni o'qiysiz kelasiz. Ulamolar hattoki bid'atchini oldida o'tirib undan bir narsa eshitishdan qaytarishgan. Chunki qalb zaif degan. Qalbga agar bir shubha tushib qolsa, buni chiqarishlik qiyin. Agar shu narsalar bo'lsa, siz bunda munofiqsiz deyilmaydi. Yoki bir borib namozga kechroq borganligingiz uchun gunohkor bo'lasiz deyilmaydi. Namozni o'qiysiz, qaytasiz ya'ni. Lekin agar narsalar haqiqat gaplar bo'lsa, haqiqat gapni gapirayotgan bo'lsa, jumadagi eng katta hikmat aslida insonlar bir haftada bir jamlanib ozuqa olishligi. Mana shunda bu takror bo'lsa ham siz shuni borib eshitishligingiz kerak bo'ladi. Haq gapni gapirayotgan bo'lsa, haq gapni takrori yo'q. Takrorlanaveradi. Haq gap bo'lsa faqat, shunaqangi oldi qochdi gap emas, haq gap bo'lsa. Endi unda uxlab qolsangiz zarar yo'q. Uxlab qolsangiz nima farqi bor? U uyda o'tirdingiz nima, bu yerga kelib uxladingiz nima? Faqat inson shu Alloh taolo oyatda aytgandek, "Fala talbisul haqqo bil batil." Haqni botilga aralashtirib haqni berkitmanglar degan. Mana bu yomon narsa. Endi men hozir shuning uchun vaziyatni tushunmayman. Qanaqa imom, qanaqa gapiryapti, men uni bilmayman. Inson shuning uchun bir haqni ko'ylagini kiygizib, bir botilni o'tkazib yubormasligi kerak-da. Men hozir shuni ogohlantiryapman. Ya'ni men sizga masalan, "Ha, bormang, yaxshi ish qilyapsiz" deb sizni gapingizni eshitib halollab berishim mumkin men haq o'ylab. Lekin agar unda bir ostida bir botil narsa bo'lsa, bu ish baribir Allohning huzurida o'tmaydi. Allohu a'lam.